Bugun biz odam qadami necha asrlardan beri yetmagan, tikanlar bosgan mana shu qadimiy hammom sari yo'l oldik. Mahalliy aholi bu yerga yaqinlashishga ham botina olmas ekan, chunki zimziyo xarobalar allaqachon zaharli ilonlar saltanatiga aylanib bo'lgan. Vujudimni qamrab olgan dahshatli qo'rquv meni ortga qaytarishga urinsa ham, siz aziz kuzatuvchilarimga mana shu qadimiy hammom haqida ma'lumot berish tuyg'usi ustun keldi. Ammo men siz uchun eng ashaddiy qo'rquvimni yengib, mana shu zulmat ichiga kirib boryapman. O'rta asrlar sharqida gigiyena va muhandislik madaniyatining qay darajada yuksalganini ko'rsatuvchi eng yorqin misollardan biri aynan Vobkent tumanidan topilgan qadimiy hammom qoldiqlaridir. Ushbu inshoot Somoniylar va ilk Qoraxoniylar davriga oid bo'lib, o'sha paytdagi shaharsozlik san'atining eng murakkab sirlarini o'zida jamlagan. Arxeologlar tomonidan o'rganilgan ushbu maskan faqatgina jismoniy poklanish joyi bo'lmasdan, balki tuman aholisi madaniy hamda ijtimoiy hayoti qaynab turgan asosiy markazlardan biri hisoblangan. Qazishmalar davomida aniqlangan eng hayratlanarli jihat shundaki, bu hammom o'zining mukammal isitish tizimi bilan bugungi kun markaziy issiqlik tizimlarini eslatadi. Binoning pol qismi ostidan o'tgan maxsus maxfiy kanallar tarmog'i orqali o'txonadan chiquvchi issiq havo va tutun uzluksiz aylanib turgan hamda bu usul xonalarni bir tekisda issiq saqlashni ta'minlagan. Inshoot qurilishida ishlatilgan g'ishtlarning pishiqligi va ularni birlashtirib turgan qorishmaning tarkibi olimlarni hanuzgacha hayratda qoldirib kelmoqda. Quruvchilar namlik hamda yuqori haroratga bardosh bera oladigan maxsus ohak va ganj qorishmasidan foydalanishgan bo'lib, unga maxsus o'simlik guli qo'shilgani aniqlangan. Ushbu usul devorlarning asrlar davomida zaxga yeyilib ketmasdan butun saqlanishiga xizmat qilgan. Suv ta'minoti tizimi ham o'sha davr uchun haqiqiy muhandislik mo'jizasi bo'lib, uzoq masofadan sopol quvurlar orqali keltirilgan toza suv maxsus hovuzlarda to'plangan va ehtiyojga qarab qaynatilgan. Suvning harorati xonalarning darajasiga qarab, ya'ni sovuq xonadan issiq xonaga tomon bosqichma-bosqich o'zgarib boradigan tarzda rejalashtirilgan. Ushbu qadimiy obida o'z davrining o'ziga xos shifoxonasi hamda go'zallik maskani vazifasini ham o'tagan. Hammom ichidan topilgan turli xil sopol idishlar qoldiqlari hamda xushbo'y moylar saqlangan idishlar bu yerda o'simliklar bilan davolash va uqalash muolajalari keng yo'lga qo'yilganidan dalolat beradi. Savdogarlar va sayyohlar Buyuk Ipak yo'li bo'ylab uzoq safardan so'ng Vobkentga kelib aynan mana shunday shinam maskanlarda dam olishgan. Bu topilma 10 va 11 asrlarda Buxoro vohasida istiqomat qilgan ajdodlarimizning nafaqat me'morchilik ilmini mukammal egallaganini, balki salomatlik hamda tozalikka o'ta yuqori darajada e'tibor qaratganini yaqqol isbotlaydi. Mana bu yerga yechinish xonasi. O'rtasiga razvodka yo'rilib tushadi yuqoridan. Mana bu yechilib kiriladi. Mana bu yo'q tayyorlanib issiq bo'ladi bu. Mana bu kiriladiku, hammaga bu birinchi nima? Issiqroq joyi. Mana taklari bilan issiqlana bu yo'qilgan pechkani issiqligi ana shu tayyorlanib o'tadi. Shu yurak qismiga yana issiqlikka o'tadi. Benim bunlarla bemorlar o'tirib, yuvinib, ko'zini massaj ham qildirish mumkin bera. Odamning o'zini shunaqa joy bo'lganda deylar, qulaylik. Ana keyin opishxonaga kirgandan beri opish suv beradi, qaysi nimaga o'zini suv beriladigan joyi bo'lgan, o'zini yo'qotib ketgan. Ana bu yerga katta tosh beradi, marmar tosh. Qizib o'tiradi, ana shu hamma joy bug' bo'lar ekan. Bu yo'llari hozir bilmadim qayerga yopilganmi nima. Keyin ana parni deydi, joy deydi, ana bu nimalari chiqindi suvlar ketadigan joyi. Ketadi, ana bu yo'laklar oqib tushib berib yo'lagi bo'lgan. Chiqib ketgan yo'qlar. To'g'ri. Mana bu kuchli farxona bo'lgan. Mana bir bug' shunday, suv izanlari bor bo'lgan. Suv sovuq suv ana berib bug' qilganlar o'tirib olib.
Bu ham usti gumbaz bilan yo'rilib tushadigan nimalari bo'lgan buni ham. U tomoni endi orqa tomoni u yoqdan kiriladi. Ular nima ham hammom davomi. Mana bu eng kuchli issiqlik kerak bo'lgan. Mana bu bug'dan chiqib ana bu yerga yuvinganlar. Bu yerga yuvingandan keyin ana bu yoqqa chiqib, bemalol ana bu yoqqa maqsad tashlab qildirganlar, misol uchun burada kasal bo'lsa, mana bu yoqqa, bu yoqqa shunday bo'lgan. Xudoning o'zi suv yo'lagi bo'lgan, o'sha yerga suv o'tasa, o'sha yoqqa kirib ketavergan. Buni o'zi yopilgan nima bo'lgan? Mana endi ana bu yerga masalan bu qilib beradi, yuvganlar, mag'zo shu qilganlar, ana bu yerga keyin bu yoqqa chiqib bemalol yengilgina suv tashlab, o'zlari o'tirganlar qurigancha, normal, qo'lga kelgancha. Mana bu yerga o'tirib qurigandan keyin spokойно kiyinib Kelavering degan. ketganlar. Bak, ot araba bilan, chuba yo'llar bilan, eshak arabalar bilan odamlar kelib yuvib ketadi. Bir kun ayollar ishlasa, bir kun erkaklar emas, 3 kun 4 kun erkaklar ishlasa, 2 kun ayollar ishlagan, shunaqa bo'lmagan. Yo'q, endi nashinchilarning boboni aytishlari bo'yicha bu urushdan keyin 30-40-yillarga shu hammomga kim ishlatib tursa, shuni orqasidagi xonadon o'shanga xonadon qilib berilgan, yashab turgan xonadoni. Ham undan boqar bo'lgan, ham sherni obodonchilikka qarab, issiq savoqga qarab turgan. O'sha vaqtda hammom taxt bo'ldi degan vaqtga, bular endi o'sha vaqtga hammomni tomiga chiqayotganda xuddi karnaga o'xshagan narsalar to'rt tomonga huvlab ovoz solar ekan. Chunki bu hammom endi tayyor bo'ldi, bemalol kelaveringlar degan paroldan, yo'lga va o'sha vaqtda deylar, ot arava, eshak arabalar bilan erkaklar, ayollar kelib yuvinib ketgan ekan. Endi bu İşte. urushdan oldingi davrlarga shunaylar, urushdan keyin Hammom qizil tayyor kelavering degan. Endi shu vaqtda aytadilarki, yulg'uni jangal bilan istirgan deylar buni. Ha, shunday eshitdim men. Bir yoqsa ekan, shu bir hafta 10 kungacha issiq chiqmayganda, shunchalik darajaga bir ilohiyday joy bo'lganda bu. Ko'p bu bola aytib beraylik, shuni eshitganmiz. Ha bu o'tkazgichlarni ham qara, qanday takdan o'tgan katta. Bu yo'g'ini ana bu yo'g'ini Bu xona keyinchalik bu bo'lingan bu. Ha, bu keyin bo'lgan, ha? Bitta bo'lgan bu, ha. O'sha bitta bo'lgan bu. Bu bir 3 kun bu ishlasa, 3 kun ishlasda, bu kichkinasi bu. Yana o'shani bo'ladi. Bu ham ana bu yo'g'ini shunday, ana bu yo'g'ini chiqadigan joyi. Ana bunaqa bu yerga ham bo'lgan. Ana bu bitirish. Nimasi? Ana xuddi o'zini o'shirgan, ana bu ham shunday, faqat pardaga yo'qmi. Uni nima qiladigan joyi yo'q-ku. Yo'q, unga ham bo'lgan aka oyoqdagilar istaydi buni ham. Oyoqdagilar istaydi, uni albatta parda bo'lib-ku. Yo'q, bu Unikiga. unga bu bo'lakxona. Ana bu bo'lakxonani yarmisini hozirgina bu boshqa bo'lakxona. Suv keladi. Bunga suv zapravka qilinadi, suv berdan kran olinadi, issiq suvdan keladi. Bu sovuq suvga to'xtasi. Pastayaniga. Issiq suvniki u bo'lakxonadan turba bilan keladi. O'shaning ichidan. Mana bu yerdan suvning haroratini ko'rib turadi. Qo'r bilan ana. Endi O'sha vaqt kuchli kallarga arxitektorlar kuchli bo'lganda shunday. Mana shuni tushunmadim. bu narsani aka men nima bo'yicha bergan pechga qilaman deymanda bir o'zlari bilan Pechga qilib. u yoqni yopdi-yu, endi hammomni ishlatish uchun haroratni saqlash uchun sherdan yoqib dutini yo'q qilib yo'q to'xtatib qo'ydi-yu, dut o'sha yoqdan chiqib ketadigan bo'ldi. O'shanga ham isitib keyinchalik bu 5-20 yil Bu havo aylantirib turish uchun nimalar bo'lgan edi? Bunisi yo'qmi bu ish? Bunun ustiga shishalari bor taqimda ochib Ha, bilaman. Bitta havo spikeriz qachon ochaydi. Tamshia qo'yib. Damshira orada. Yerlarga yo'q, qanamaydi qo'ydi. Atakmenda ular keyinchalik bilganini bu gazlashtirilgandan keyin buni moslashtirganlar. Bu qardan berib.
Arkadaşlar yukarıdaki gumbazdan olasam başka. Kuladayım çıkıncalı tarafı. Bu yerden ötür gumbazdan o gün oradakine. Çavunu. Tepeye çıksa bo'ladi mi? Tomiga ham olti tomondan chiqasiz. Oldindan. Yo'ldan chiqib keladimi? Ha. Kiraymi? Ha, kel. Nereye girdik? Binanın böyle bir kısmı da bu. Namazı hem avarayla olarak düşüktü zaten. Ha, pasını verirler. Asasda kir bu harbi. Yok, bana da düştü. Böyle. Bana kısmı da Qurilish holatiga keyin o'zi remontlar bo'lganlar. Restavratsiya qilsalar. Şu an tam bitti, şu işlerden o ya.